Короче, sizlarga bitta yangilik aytaymi? Menga aytdilar shu Andrey Alisani o'zbekcha o'rgatasan-o. Andrey shu Alisaga o'zbekchani o'rgatasan-o degan kunlar yetib keldi. Alisa, qalaysan? Salom, kayfiyatim a'lo, yangi narsalarni o'rganishga doim tayyorman. O'zingchi bugun kayfiyating qanday? Juda yaxshi. Zo'r, yaxshi kayfiyat har doim eng yaxshi sherik. Bugun nimani rejalashtiryapsan? Yoki shunchaki suhbatlashamizmi? Shunchaki bitta anekdot aytib bergin. Alisa, bitta anekdot aytib bergin. Bir kishi do'konga kirib sotuvchiga: "Menga bir juft paypoq bering, lekin ichi toza bo'lsin" desa, sotuvchi hayron bo'lib: "Nima keragi bor, ichi ham toza" desa, xaridor: "Men paypoq kiymayman, itimga beraman" debdi. Alisa, ob-havo ayt. Hozir +7, bulutli, vaqti bilan ochiq. Bugun yog'ingarchilik kutilmayapti. Kunduzi +11, lekin kechqurun +8. Kam bulutli bo'ladi. Bugun qanaqa kun? Alisa, bugun qanaqa kun? Bugun 24-sentabr bor. Alisa, soat necha bo'ldi? Hozir soat 8 dan 30 daqiqa o'tdi ertalab. Alisa, ertangi ob-havoni aytgin. Ertaga +6 dan +11 gacha bulutli bo'ladi. Alisa, rahmat. Marhamat, yana biror narsa qiziqtirsa, bemalol so'raver. Bo'ldi, yetadi shu kunga. Qolganini ertaga aytasan. Kechirasiz, men bo'ldi yetadi qayerda ekanligini tushuna olmayapman. Hali ancha o'rganishing kerak, hali sen yangi boysan. Rahmat, maqtovlarimni eshitib, yanada aqlliroq bo'lishga harakat qilaman. Yangi narsalarni o'rganish doim qiziqarli. Yana biror narsa qiziqsa, bemalol so'ra. Xo'p, mayli. Faqat sansirashmay gapirgin, sizlab gapirishni o'rgan, xo'pmi? Masabek Elmurat Haknazarov